Bu video o'g'lim tug'ilgandan keyin 4 kundan keyin olingan. Ya'ni men raddomdan chiqqan kunim. Tavba, qornimni qaranglar, xuddi ichimda yana bitta bola qolib ketganga o'xshaydi. Yaxshiyamki shu korsetlarim bor ekan. Yo'masa bilmadim bu qornimni qanaqa kirgizardim. Ikkita farzandimda ham qornimni shu korset bilan kirgizganim uchun har kuniga 20 talab klientlarim zo'r otsivlarni yozishgani uchun sizlarga tinimsiz hech ham ikkilanmasdan shu korsetlarimni tavsiya qilaman. Men sotadigan korsetimni birinchi kun taqqaningiz o'zidayoq natijasini ko'rasiz. Birinchi marta taqqaningiz o'zidayoq umurtqangiz tekislanganini his qilasiz. Bukchaymaysiz, yelkalaringizni tekis ushlay olasiz. Punt qilib taqishingiz natijasida qorin bel biqinlaringizni ketkiza olasiz. Bunaqa natija faqat va faqat original, sifati yuqori darajadagi korsetda bo'ladi. Shaxsan o'zimdan bu korsetlarni xarid qilish uchun shu nomerimni Telegramingizga saqlanib qilib menga yozing. Shaxsan o'zim umuman erinmasdan sizga to'liq ma'lumot beraman. Men uchun eng asosiysi men bergan mahsulotdan natija olishingiz. Agar sizda Telegram yo'q bo'lsa, Telegram programmasini skachat qilib registratsiyadan o'tishingiz uchun 5 minutdan vaqtingiz ketmaydi. O'zingiz uchun hech qachon vaqtingizni ayamang.